Futbolchi yigitlar, sizlar yutdinglar. Qaddiylarni bukmanglar. Abror Muxtarali O'zbekiston terma jamoasi mag'lub bo'lmagan, aksincha ular g'alaba qozonganini ta'kidladi. Buning sababi O'zbekiston milliy terma jamoamizning ijtimoiy tarmoqlarda 5 milliard odamlar ularni tomosha qilganini aytdi. Va yana u aytdiki, bu mag'lubiyat emas, aksincha bu g'alaba. Bizni kuchimizni butun dunyo his qildi. Hech qachon boshlaringni egmanglar. Sizlar biz uchun qahramonsizlar. Orqalangdan gapirayotgan insonlar bular aslida g'alaba qozonsa ham, mag'lub bo'lsa ham gapiradigan insonlar. Sizlar bu kabi gap so'zlarga parvo qilmanglar deya futbolchilarimizga kuchli motivatsiya berdi. Futbolchi yigitlar, sizlar yutdinglar. Qaddiylarni bukmanglar. Abduqodir bechora yig'layapti. Yo, yig'lama. Sizlar yutdinglar. Sizlar jahon chempionatiga chiqib, butun dunyoni O'zbekiston dedirdinglar. Yutuq emasmi bu? 5 milliard odam ko'ribdi futbolni. Statistikaga ko'ra 5 milliard. Yutuq emasmi bu? Yutuq do'stlar. O'yinni boshida aytgan edik. Bu 90 ga 10. Tajribaga ko'ra ular favorit. Portugaliya jahon chempioni bo'lish ehtimoli ham bor. Taktikalarni qaranglar, o'yinni qaranglar. Ular shunaqa endi, nima tajribasi bor jamoa. Bizniki birinchi chiqdi. Yutuq bu. O'shaning uchun har xil o'zimizdan tanqidchi yasab olib, o'zimizdan futbol eksperti yasab olib, har xil gapni gapirishga ehtiyoji yo'q. Keragi yo'q do'stlar. Tahlil qilsin, mutaxassislar gapirsin, qayerda qayerda xato bo'lsa o'rganilsin, ustida ishlaylik. Hammasi tan olyapti, bizda ayb deyapti. Mana anaqani Kanavarani o'zi ham menda ayb dedi. Aybni men bo'ynimga olaman dedi. Ya'ni bu zo'r narsa. Va inshaalloh robbil alamin biz yutdik. O'shaning uchun aytdimki, qilgan nazarimni men qilaman. Bugun ikkita qo'yni mehr 20-20 ga atadim. Shu kunlarda endi qolganlarga yutsa faloncha qo'y deganlarga men bir narsa demayman. Lekin yutdi degan gapga qo'shilsa, ular ham shu qurbonlikni qilsin. Qo'shilmasa o'zi biladi. Biz o'lmadik. Biz ojiz qolmadik. Biz hisobda orqada qoldik. O'sha bitta golni hisoblasa bo'laverardi. Ko'zini yumorsa bo'lardi bitta gol. Bizi bolalarga yana bir shavq bo'lardi, o'yin yana ham qizirdi, zo'r bo'lardi. Demak, urolar ekanmiz biz. Dunyoni top 10 taligida turgan komandalarga gol ura olar ekanmiz. Ikkita o'yin o'ynadik, ikkitasida ham gol ura olar ekanmiz. Jahon chempionatiga munosib o'yin bu, birinchi debyut. Sportsmenlar juda yaxshi biladi. Birinchi marta ringga chiqayotgan, birinchi marta stadionga tushib, katta arenada futbol o'ynayotgan o'yinchilarni, komandalarni o'zi qovushmaydi. Birinchisida oyoq qaltirab qoladi, kaptan to'xtata olmay qoladi. Birinchi bu, ya'ni jahon arenasida birinchisi bu. O'shaning uchun to'g'ri tushunamiz.